Keşmi kırıp kattı. Amsa hammalarning joyi manglarga muborak bo'lsin. Menimcha uyning ishlarini tugatib oldinglarmi? Amsa bugungi hikoyamizni boshlab ketaylik. Birinchi hikoyani dapagan turdishimizning kichik vaqtlari. Bu dadasi doim bir og'asining uyiga berib, o'sha paranj o'tirib aroq ichib deganda qashaq so'rin qiladi ekanda. Sonra bir kuni kech vaqtda bu dadasi qaytib kelmabdi. Endi bu apisi uy kelib qilgan bir ish ekanda, dadangni bir chaqirib kelgan bo'lsam bolam deb bolasini aytibdi deb kelgan bo'lsam. Endi bu bolasi doim endi bu dadasi shu birla og'asining uyiga berib o'ltagan ekan. O'shaga ketgan o'xshaydi deb yana bir yandagi mahal ekanda, u og'asining uyi. O'tirliqda bir uzukchilik var ki. Etiz yo'li. Şunun bilan boshda manganda hech qanday bo'lmabdi, qo'rqmabdi. O maligim beribdi. Dadasining og'asining uyiga kirsa, u yerda dadasi yo'q ekanda. O dadamizning uyi kamidi debdi. Sonra bu nereden topmaya keçten bunlar keteyci deb, yani yılıq yol bilen qaytıptı da. Bağa vaqtida hech qanday olmagan bilan qaytgan vaqtida bu balni bir xil sürüp esishga boshlabdi da, ikki taraf itiz, qop qorong'u, aynonli shu nurga. Işte bir xil ilqi cheketkilar sayrab bir ajoyib bo'lib ketdi kechida. So'ng bilan bir xil qo'rqib, bo'y tezroq berib olsam bo'ladi deb ishtigirak menibdi. Men ketib olsam bir chog'da keyin tarafdan harvo mangsi bir g'ijirlaydi, g'ij. Harvoning g'ijirlagan ovozi anglabdi. Keyin bir kiyotamda, harvo kiyotamda boshqa qarsi yo'q. Jiroqda o'xshaydi deb o'ylab, biroq qo'shnimiz bo'lsa, men evola deb o'shada saqlab turaychi deb turibdi. Tursam jiroqdan ko'rindi bu harvo. Bu keyinchilab menayotgan ekanda, otni yo eshakni chotirgan tarafi A tarafda, keyin tarafi bu tarafga qarag'liq manda kelayotgan harvo keldi. Shuning bilan sal yaqin qolganda qarasa, otmi qo'shilmaganki, eshakmi yo'qki. Bu harvoda shuning bilan bu buzilib qolgan bo'lsa, yo bo'lmasa ot yo eshak bo'lmasa, harvoning egisi ash tarafga o'tib bundoq ikki tutadigan yerdan ishtirib kelayotgan o'xshaydi deb saqlab turibdi. Bu harvo yiqilibdi, 5 metrda qolgan vaqtda bu bola berib yordamlashaychi, men ishtirish biray deb shu harvo tarafga menib harvoning keyiniga o'tsa, yiliq tutadigan yerda hech kim yo'q ekanda, amaliyotda bu harvo o'zligidan ashta kelayotgan harvo ekan. Shuning bilan bu bola qo'rqib ketib, qachay bo'ldi deb endi harvoning yenidan o'tib uy tarafga qaytishdan qo'rqib, shu keyin tarafga ham o'zi kelgan tarafga, yandagi mahal tarafga qarab qaytibdi. Qassa bu harvoyliqi tanklar o'z joyida davom peqiraydi-ku ust tarafı. Bu harvo shu o'z joyida peqirab, yana ilg'anda tarafdan birisi ishtirayotgandek peti bu bolani qo'g'labdi. Endi surat shunda ishtikka taroq g'ij qo'g'lab ketdi. Bu bol qachaqash ashmaliga yaqin kelgan vaqtda keyingi bir qarsi shu ozliq qolgan, shuning bilan putuq birdan putlashgan bo'lib dungilchibdi. Andin o'shini ketibdi, qolgan uqmaydi ekan. Shu bir chog'da ko'zini ochsa, uydan uyg'onibdi, esiq keldi debdi, cho'nglar dadasim bor ekan. Ne bo'ldi deb so'rsa, mushtaq seni izlab borgan. Qaytashimda mening bir quruq ishinim yo'q, harvo qo'g'lab ketdi degan ekan. Voy san birnim ko'rinib qolgan o'xshaydi bolam, u deb o'zini amallarini qilib o'shab qo'ygan bo'pti. Bu bolam ertasi uyg'onib hech qanday emas o'tib ketdi bu ish, lekin hozirgacha ham esidan chiqmaydi ekan, işte bu quruq harvoning o'zini qo'g'lab ketgan. Mana bu bugungi birinchi hikoya. Endi ikkinchi hikoyada bo'lgan to'g'ri bir model qizga. Bu qiz xizmat sababi bilan shu Guangdongning Foshanga berib bir rasm tushirgan ishlar bor ekanda. Shu yerga berib, ana bu sal kichikroq bir shirkatga bularning rasm sotiga yeri shaharning sirtidagi bir 3 qavatli dach ekanda. Qaysi kunkisi mana shundayroq bir dachda, 3-chi qavatda. Bu qizim ham dachda bir dachga olib birdi-ki, bu dachining yer ostida 8 yotoq, birinchi qavatida yana bir necha yotoq, ikkinchi qavatda yotoq, uchinchi qavati bularning tortilgan yer ekanda. Bu qiz kelgan vaqtda bu yerga shu kirimchik, bu operator, xizmatchi xodim deganlar bilan bularning bu binosi to'shqan yotoqlar. Shuning bilan bu qizga amal yo'q. Sen shu ustidagi tortilgan yerda bir necha kun yetib turgan bo'lsang deb, bu qiz hamda tortilgan vaziyat tutgandan qaytib ketdi ekanda, qaytib ketib
Kelar ketim vazife kelganda yana bardı ki işte kep ketip işleydi ki. Sonra bu kız köngülden azırak köngül tatmışım o bu yatak emas yerde turuştum. Lekin teşe çıksam negi var mı kanda berip kelme dep oylap boptu soraybirey dep. Şu 3-cü qavatga mundaq bir karvat birimdan qo'yib qilib qo'ygan ekan. O'sha yerda turdi ekanda. Turib shu kuni kechda aynakni oldiga kelib bundan zo'zib o'tirib, chechik qoldi ekan. Chechimning kayni qanday oldi ki, qanday o'sdi ki deb qaraganmi? O'sha yerda o'tirib, telefonimdan chiqarib, chechining kaynini rasmga tortdi. Shuning bilan tortib ko'ygan bo'pti. Endi aramalay deb uxlagan bo'pti, ertasi qo'pib 8'de bulaylıqı öy teşidi resim düşmek çıkanda. Uyaya beripti, bağandan keyin apparatçı kelmey, operator fotografdan tutuyor. Fotograf kelmey. Bu kız birden oturup qaptı, u yerda çaşlarini kirimchi qizlar o'ngshab degandek. Shu jarayonda bu qizam resimni chiqarib qarasa, endi mush yan tarafda bir budur chash turganda, mushu rasmdagi shuka endi ertasi ko'rib bir xil yo'g'otib qarab hayron bo'libdi bu qiz. Men tunji ko'rgan vaqtimda yolg'onchashmi deb so'rab baqdim, so'rsam yolg'onchash yo'q, u yerda birnim esib qo'ydigan narsam yo'q deydi. Endi bu qiz bu uyda yolg'iz turdi ekan, hech kim yo'q bizdan boshqa, u 3-chi qavatda. Endi rasm tushgan vaqtidami bir yeniga birisi kirmagan ekan. Ham bularning orasidami unda chash qo'ygan birisi yo'q ekanda. Eng oxirgi ehtimollik yog'onchashmi, u yerda yog'onchash osidigan yoki yog'onchash qo'yib qo'ygan ish yo'q ekan, yog'onchash yo'q ekan bu uyda. Lekin mushundaq bir narsa chash yon tarafdan chiqib qopti. Mushundaq bo'ldi qarang deb birib ondan keyin buni shu o'zini o'rinlashtirgan vositachidandoq shuningga debdi-da, men turmayman, qarama mandaqga deb rasmni aytib bersa, ya sen xato ko'rib qopsiz, xato chiqib qopti, bu boshqa narsa o'xshaydi, u bu deb turibdi, ya men turmayman degandan keyin bo'ptamsa deb bu qizlarni bir amallarni qilib boshqa bir yotoqni bekalab shu yotoqqa o'rlashtiribdi. Undan keyin qayta bir ishlar bo'lib qolmabdi, rasmlarni tushib qolmabdi. Mana bu bugungi 2-chi hikoya. Hamda 3-chi hikoyani degan to'rdishimizning turayotgan uyini bir maktabni chiqib etib, maktabni ustiga solgan ekanda. Bu maktabni silishdan burun bu yer odam ko'mdiga yetgan. Ondan keyin maktab, ondan keyin malaning uyi bo'libdi-da bu yer. Shunlashqami bularning uyida g'alat ishlar nihoyatda jiq yuz berdi ekanda. Hamda burunqilarini deb shumay yaqinqilarini deb biray debdi. Shu 7-oy mezgillarda atdigan 6da bu bola uydagilarga deyishga ulgurmay shu shaharga kirib qilgan bir jiddiy ish bor ekan. Demaylam o'rnidan turib yuzini yuplam ketib qopti-da. Cho'nglar ko'may qopti chiqib. Shu berib hamda mashinadan tushib turishiga apis telefon qildi. Voy deb olsam, bo'ynimdan chiqmaysiz bola debdi-da. Bundan chiqmaymansiz. Uyingizdan chiqmaysiz debdi-ki, voy opa men uyda emas, men sizlarni hamda o'yg'atmay deb aytgan chiqayotgandim desa, o'ynimda o'ylagansiz deb opis hayron qopti-da. Nima bo'ldi desa, endi opisning deb birishicha opis choylarni etib o'zi qo'yib qolibdi. Bu bolani chiqqan choy tayyorldi desa, ha mana deb o'yin ovoz chiqdi-da. Yana birdan lekin yana bir qitim chaqasa, ha mana deb gapirdi. Shuning bilan 3-chi qitimda choylar tayyor bo'lgandan keyin kirsam sat turmisiz deb telefon qilaychi deb telefon qildi-da, nima bola uyda emas hisobda. O'zini shaharga berib qo'ygan vaqtida. Voy opa men uyda emas debdi. Bu qanday tushib ketdi deb opis bir xil bo'lib qopti, bu bolmi? Biroz bo'lib tushdi tomoqni ishadi deb qaytib ketgan bo'pti. Mushu ish bo'lib yana necha kundan keyin bu bol yana boshqa yerda ekan, uyda emas ekan. Ho'yilda apsil bor ekanda. Yoz vaqti bo'lgandan keyin ho'yilda kechlik tomoq tayyorlab qilay deb karavotlar bor ekan, ishada banchani qo'ydim. Ustiga naslan tizib, saylarni to'g'rab tomoq tayyorlab qo'ygan vaqtda bu bolning ishiga yepig'liq ekanda, to'mir eshikka, yotoq uyning eshigi, qo'ravi. Shu ichiga ichildigan eshikka bu qarab tursa taraq qilib bir ovoz chiqdi-da. Undan chiqdi deb qarasa shu bolasining yotiqining eshigi bu uyda yo'qligini undaq ovoz chiqdi deb bu da birimda qarab tursa rasmiy bir silqi ichidan ochmoqchi bo'lgandek bu eshikni. Ichiga taraq tatilib zanjirlari ilig'liq ekan. Zanjirlar sharaqshib rasmiy ichidan bir tatib atgandek bo'ldi.
Men de kıldıgan dep 31 xil kokkanday kop qoptu. Angacha bir çağ dadısı kepti. Vay muştaq bu atıdı dedi. Dadısı kirip o uy karşı uyunun içinde hiç nimi yok. Bu balımı yok. Şu balısı kelgen eкен. Dikkat ki uysa tekşemez okşaydı. Buron muştaq. Adam kömlüğe yatı bu dep. Şu geplen qıp bergen boptu. Ama bu balın deyişçe ta en yakın boğunu, yakında boğunu. Bu bal uxlap taң azırak qalgan vaqtga tuyuqsuz şu köplük uygun gitip qaptı da. Nemin uyganlığını uqmaydı ekan. Şu uyg'onib, endi yan tarafiga qaramagan ekanmish da. Ama uyg'ongandan keyin yan tarafda birisi yotgandekli bir tuyg'u tug'ibdi da. Shuni qaraymi, qaramaymi, yana birisi yotganmidi deb, mustal qarasa, bu paka deydi. Shu 5-6 yoshlik boladek chiqadigan, ama chiroyi cho'ng odam, bir ayol, cho'ng bir ayol, sochlari uzun ayol ekan, ama bo'yi kichik bo'ldi ekanda. O'ngdisiga mushlar lindi yotgan ekan. Buni ko'rib bu bola chachrab qolib ketay desa, putqolda jon yo'q ekan, ammo ancha-muncha medirlay oladi ekan. Shunda qarab etibdi, bu shu yuzi oppoq deydi. To'g'risi qarab yotadi ekan, yo gapirmaydi ekan, yo medirmaydi ekan. Shu bu bola birdan qarab yotgandan keyin, qanday bo'ldi, men bundoq silab tutib boqay, menga ishda ko'rinib ketib boramdi, yo bu rost birnimi deb, shu qo'limda uzatsalam, asha lopliq uyushgandek lop yo'qa ketdi. Shuning bilan bola o'zini ashta bilan ko'ribdimi deb hayron bo'lib qo'rqib, angash tanitib teshib ketgan ekan. Bu ishlar bekchaq yuz berdi deb buni o'rtoqlashib ekan. Mana bu 3-chi hikoya. Ham 4-chi hikoyani deb bergan to'rdishimiz 3 hikoyani tanlab turibdi. Birinchisi shu 2023 bo'lgan ekan. Bu chog'da bu to'rdishimiz o'zining inisi bilan bir shaharga bir ma'lumni izlab naqsh yetirgan ma'lum ekan. Shu naqsh o'rganmoqchi ekan bu to'rdosh. Shu ustoz tutqul menibdi-da. Xil orliq ekan, bular kechdi mangan ekan. Tanıtqıcı bar ekanda. Sonra hep ketib bu enisi mashinani haydabdi. Bu qiz to'rdashga shu endi azroq mugdabdi-da, mugdagan keyin haydasa uxlab va men naqsh qo'yib menga berma, ansirmanman debdi, bo'pti deb birdan uxlaganibdi. Bir kelganda hamda mashina to'xtabdi-da, shunda uyg'onibdi bu qiz. Nima bo'ldi desa, men o'birni kirib olay dedi, men o'birni kirimga ketdi desa o'tiribdi deb mashinadan tushibdi. Tushib hamda mashina taqib etibdi-da ichidan. Taqib etib u bola chat bir tarafga o'tib ketdi. Bu qizim saqlab o'tirib, plan ko'zsan uyquga mangandek bo'lgan vaqtda, doim işte deymiz-ku, yerim uyqu holatda mashinadan keyin eshikka taraqliq ichilgandek ko'p, birisi chiqqandek bo'lib qolibdi-da. Qaray desa, keyniga medirlanmabdi. Birisi chiqdimi, inim chiqdimi deb kalistami o'ylab turdi ekan, ammo medirlamaydi ekan. Angachalar mush keyni o'rindiqni yendillam. Muzdek bir qo'l bu mo'risini ham tutibdi-da. Butun badani shundan bilan biraqlamış, muzdek bo'lib ketib ketdi. Ondan bu shu bo'yinlarini hamda mang'izlarini bu qizim silabdi-da. Endi qo'pol emas ekan, shundan bir mikro bilan silayotgandek mishdan silab qipti. Bu qiz ya uyg'onolmaydi ekan, ya medirlayolmaydi ekan. Chiqib uxmayli qolibdi, nima shu ketib qolganda. Enimdan ketgan deb, endi enisining amaliyotda berib kelgan vaqti bir 3 minut ekan. Lekin bu qizga yarım soatdek, 20 minutdek bilinib ketdi. Bircha enisi kelib taraqliq ishni ochgan shu daqiqada bu qo'l yo'qolib ketdi. Shundan yig'lab ketdi. Nima bo'ldi, so'ymishtaq bo'ldi deb degandik, voy birisi chiqqan o'xshaydi mashinaga deb enisi. Men soqchiga ma'lum qilay desa, voy birisi chiqmadi, bunday qilsa deb bu adis tushuntirib bo'lolmay, u yerda yig'lab shundan bilan bo'ldi, mayli, endi bir to'xtamayli deb naqshini qo'yib men ketgan ekan-da. Endi u keyin eshik azaldan taqaqmi ya ichilib birisi chiqdimi, uni uqmaydi ekan. Chiqilib endi tushum emas, işte bir holatda işte bo'lib qolgan deb boshini o'rtoqlashib ekan.